Hammaga salom bola. Sizlar bilan birgalikda men Mustafa MC kanali. Bugungi videoda Vijivaniya videosini olamiz. Albatta bu boshqacha Vijivaniya bo'ladi. O'tgan videolarimdagi Vijivaniyalarga o'xshamaydi. Qan bo'lmasam ketdi bo'ldi. Bu narga tarafga o'tamiz. O yerda urug' yotibdi ekan. Akalar, bu videodan maqsad uy qurish. Bu videoda maqsadimiz. Lekin bu video 2 qismga bo'linadi yoki 3 qismga. Xo'sh, daraxt chopamiz. Akalar, agarda mening Trickle Challenge videoimdagi mening Minecraft lekin Trickle Challenge bir ikkinchi qism videomga 10 ta like olsa, uning o'yinlari videosini ham chiqaraman. Albatta hamrohim bilan. Lekin endi prosmotrlarim yaxshi kelsa. Akalar, sizlar bilmaysizlar. Lekin men shorts ko'proq chiqaraman. Shorts. Akalar, sizlar agarda mana shu videoda 20 ta like olsa, men videolarda yuzimni ko'rsatib videolar chiqaraman. Ya'ni yuzimni ko'rsatib videolar chiqaraman sizlar uchun. Sizlar uchun yuzimni ko'rsatib video chiqaraman. Bo'ldi, anchagina daraxt chopib ketdik. Xo'sh, bularni taxtalarga aylantiramiz. Bularni ham. Hozir akalar, biroz kuchayib bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Bo'ldi akalar. Ancha kuchayib oldim. Endi yana daraxt chopaman. Chopdim. Akalar, o'zimman oddiy daraxtdan uy qurmoqchiman. Buni endi shunchaki qurilish bloklari uchun chopayapman, lekin uy qurmayman bundan. Mana ovqat kelyapti, ovqat. Tushib ketmoqchi edim. Bu yer qolmadi. Tupikmi? Mo'lcha. Bu yer tupik ekan, oddiy. Men endi bu yerdan qanday chiqaman? Bunday qilib aytib chekamiz. Ozgina tosh ham qo'llaymiz akalar. Chunki menga tosh juda ham zarur uyimni bezatishim uchun. Shuning uchun ko'proq olaman. Bo'ldi akalar. Antizit ham uyimni bezatib turadi. Antizitni ham bezatish uchun olamiz. Buloymi endi? Mana antizit. Ko'mir ham chiqdi. Ko'mirni ham olamiz. Ko'mir zarar qilmaydi. Mana antizitlarni ham olamiz. Antizit. Bularning nomi o'zi antizit akalar, bilasizlarmi? Agarda bilgan bo'lsanglar, kommentariyada 100 belgisini yozib qoldiringlar. Chiqdik. Xo'sh, oddiy daraxtlardan ham chopamiz. Suv bor ekan bu yerda. Oddiy daraxtdan chopamiz. Lekin akalar, biz hozir savanadamiz. Bu degani qishloq ko'p uchraydi. Cho'ldan savanada bilsanglar, qishloq ko'p uchraydi. Ko'p uchraydi ya'ni. Menga qo'ylar kerak. Xo'sh. Yana ko'mir. Akalar, ko'mirni ko'pi bo'lmaydi. Ko'mir menga juda ham kerak. Akalar. Chopdik. Menimcha endi yotoqda problema yo'q. Yotoq bilan problema yo'q endi. Bu yerda qo'ylar ancha ko'p ekan-ku. Tilani ham, junlaringni ham olaman. Bu yerda qon bor ekan. Bu yerga tushamiz. To'xtaylik akalar. Birinchi ana bu yerga tushib ko'ramiz, keyin bu yerga. Endi bizga qo'y shart emas. Bunga tegirmaymiz endi. Xo'sh. Ko'mir, hozircha ko'mir. Bu yerda nima bor ekan? Xo'sh. Hech narsa yo'q.
Bu yerda ham. Bu yerda nima bor endi? Uy, bu yer juda ham chuqur ekan. Yana yasaymiz fakel. Uy. Mana bu yerga qo'yamiz fakelni. Bunu betga. И fakel tugab qoldi. Yana yasaymiz. Mana endi fakel bilan problema yo'q. Mana bu tepalarda ham temirlar qolib ketadi. Shuni yaxshilab qarash kerak. Uy, temir, shuni ham ko'rmabman ha. Shuni ham ko'rmabman akalar. Bizning ilk temirimiz. O, bittan chiqib shekilli. 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta. 8ta ekan, hech qisi yo'q. 10ta bo'lsa ham mayli edi. Shu bu yoqqa borib ko'ramiz. Yoki bu yoqda qiziq narsa yo'qmi? Bu yoqqa borib ko'ramiz. Bu yerda faqat ko'mir, lekin menda ko'mir juda ham ko'p. Bu yoqqa ham boramiz. Bu yerga ham qo'yamiz fakel. Bu yerga ham qo'yamiz. Bizda ko'mir judayam, bizda ko'mir o'zi VIP ishlataveramiz fakellarni. Qolib ketsa ham bizga farqi yo'q. Betdan yana qaytadan chiqamanmi? Rasvo joy ekan bu yer akalar. Hech qisi yo'q. Hech bo'lmaganda 8 ta temirli bo'ldim. Xatyabi. Endi fakellar orqali ortimizga qaytamiz. Mana ko'rdinglarmi? Fakellarni o'zi bizani ortga olib boryapti. Ololmay qoldim mana fakelni. Oldim mana. Mana birinchidan sindiryapman. Oldim. Bunu olamiz. Akalar, monsterlikni yoqib qo'yamiz. Monsterlar paydo bo'lishni boshlayapti. Men esa ungacha uxlab yuboraman. Monsterlar bu yerda yo'q. Yo'qni olsam ham bo'ladi. Yerstoqni ham olaman. O'zi bizga kichkina uy ham bo'laveradi. O'zim akalar kichkina uy quraman, ya'ni. Mana bitta, mana bu tursa. Mana bu. Bitta mana bu tursa. Mana bu. Bitta mana bu tursa. Bu. Xuddi shunga qilib uyimizni kichkinaroq qilamiz. Bunda bloklarni ham tejaymiz. Ko'proq qo'rqman. Xo'sh. Bunaqa bo'ldi endi. Mana ko'ramiz, hech qanaqa problema bo'lmaydi. Tosh yetishmayapti endi. Mana yerdan tosh qo'blab olamiz. Bo'ldi, tosh qo'bladik. Menimcha bu toshlar yetadi. Toshlardan bittasi ortib qoldi, hech qisi yo'q. Xo'sh, endi bu yerlarni mana bunaqa taxtadan qilamiz. Bittalik o'ynadan bo'ladi. Qo'ydim. Bittalik. Ikki qo'ymaslik kerak edi.
Keling akalar. Birinchi uyning ichiga jihozlarimizni qo'yib olamiz. Mana bu betga qo'yib, buni sindirish kerak. Bu va bu. Qornim ochishni boshlayapti akalar, qornim ochyapti, ya'ni bu va bu va bu. Endi bloklar qolmadi. Bularni maydalaymiz. Ana endi 16 ta bo'ldi. Menimcha bloklar endi yetadi akalar. Yoki yetmaydimi? Ozgina yetib qoladi. Akalar kechirasizlar. Hop. Mana. Xo'sh. Menimcha ba'zi bir oynalarni berkitish kerak. Bu yerdan eshik qilamiz. Akalar kechirasizlar. Shuni ovozi yoqmayotgan bo'lsa. Yotoqimni mana betga o'rtaga qo'yaman. Betga verstak. Endi temirlarimizni birinchi ovqat yeb olaylik akalar. Bo'lmasa qorin rosa chiqyapti. Xo'sh. Endi men ana bunaqa taxtadan eshik yasayman. Bunim hali eshik yasashga ham yetmayapti. Bitta daraxt chopaman. Bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Hop akalar, ko'rdinglarmi? Bo'ldi. Mana bu yerda yoqib qo'yamiz. Vakillar. Mana nihoyat och qoringa chek qo'yildi. Magrafni chekidan foydalanib, mana buni bunaqaga qilamiz. Mana bu yog'och kirka ham bizga kerak emas. Birinchi temirimiz уже. Menga sandiq yasash uchun daraxt yetmayapti. La'nati. Voy, uyni qochishini qaranglar akalar. Menga stay kerak. Yengil tortdim. Akalar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin akalar. Bo'lmasam videomiz tugadi, lekin akalar, bu hali birinchi qism, buni davomi ham chiqadi. Bo'lmasam hammaga xayr bo'ldi. Hammaga всем пока.